har yomg'ir yoqqanda aka falon pul sarflab, yomg'irdan himoyalanish uchun antidoj olish shart emas ekan. Уже bular trenddan qoldi, davr o'tdi aka. Bularni o'rnini bosib beradigan, bankoga silliq yopishadigan laminatlarimiz degan aka. Bular o'rnini 100% bosib beradi aka. Uy sharoitida qanday qilib uстановка qilishni bitta ko'rsatib o'tamiz. Uni sizga yurachan qizartirib qo'ying. Qaytgancha aka, bu narxi komplektga 20 ming so'm turadi, bor yo'g'i. Mana shuni o'zida bitta mashina yetadi. Xo'p, endi o'zimizning mashinaga любой bittasini uстановкasini ko'rsatib beramiz. Juda o'zimizga safetlar chiqadi. Yana tushirgan narsalar. Shu trendda xil laminatsiya, plus shpatel chiqadi. Birinchi o'rinda qolgan ishimiz bo'ladi. Bakovoyi ko'rsatgan birinchi ikkinchi slot safetkasida konkretni tozalab olish kerak. Eng birinchi qilgan ishimiz shu bo'ladi. Buni safetkalar bo'ladi. To'g'ri tozalab olish kerak. Spetli bo'ladi, bundan yo'q deydi. Kimikasi bo'ladi bundan emas. Birinchisi tozaladik, endi ikkinchisi. Birinchisi quruq bo'lar ekan, ikkinchisi sanamroq bo'lar ekan, safetkan. Bo'lganlaringiz. Endi olib yoqtirsa bo'ladi. Xo'p, o'zi lakinkani o'ziga olib qo'ygan bo'ladi. O'zi lakinkani o'ziga ham olib qo'ygan bo'ladi. Birinchi o'chirilsin, ikkinchi o'chirilsin degan. Biz birinchini o'chirib olamiz. Birinchisi o'chirishar. Joyiga tekis qilib qo'yamiz, joyiga. Qo'ygandan keyin mana zakoniylar tortish kerak. Shpatildan qo'ymay, ichiga havosi chiqarish kerak. Bitta olib ketsa ham yo'q bo'ladi. Har tomonga mahkam emasdan sizda tushirasiz. Keyingina bitta ikkinchi raqamini beam qo'yishda siz bo'ladi. Yana zakon chiqadi. Undan keyin mana yengilni qolib qo'ysangiz, mayda shtatga havolar chiqib ketadi. Holatni ko'rib tursangiz. Ujiga o'xshagan yana bilinmaydi. Bunaqa narsalarni foydali layfhaklar o'tkazib olmasliklarga sahifamizga obuna qo'ying. Bunaqa narsalar birinchi bizda, keyin boshqalarda.